Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida o'quv seminari tashkil etildi. Unda sudyalar va soha mutaxassislari ishtirok etib, soliq ma'murchiligidagi yangiliklar, amaldagi tartib-taomillar hamda tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilayotgan qulayliklar xususida ma'lumotlar taqdim etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Bugungi kunda iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqilayotgan ishlarning asosiy qismini soliq qonunchiligiga oid nizolar tashkil etmoqda. Bu esa iqtisodiy sud sudyalaridan soliq sohasi qonunchiligini chuqur va mukammal bilishni talab qiladi. Shu maqsadda Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi hamda viloyat sudi hamkorligida soliq boshqarmasida o'quv seminar tashkil etildi. Unda soliq xizmati organlari mutaxassislari ishtirokchilarga qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash tartibi, soliqning ortiqcha to'langan qismi yoki salbiy farq summasini qaytarish tartibi haqida ma'lumot berishdi. Seminar davomida aksiz solig'i hamda elektron hujjat aylanishi tizimining afzalliklari haqida ham so'z yuritildi. Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasi, Surxondaryo viloyat iqtisodiy sudlari, viloyat prokuraturasi hamkorligida tashkil etilgan bugungi o'quv seminarida qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, elektron platformalar orqali elektron hisobvaraq fakturalarni shakllantirish va hisobini olib borish hamda soliqqa tortish jarayonida ushbu elektron hisobvaraq fakturalar sud amaliyotida yuzaga kelayotgan muammoli masalalar haqida o'zaro fikr almashib, yagona va qonuniy sud amaliyotini shakllantirish hamda soliq sohasida qonunchilikka qat'iy rioya etilishi orqali tadbirkorlik subyektlarining, qolaversa yuridik va jismoniy shaxslarning o'sha huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishi lozimligi belgilab olindi. Shuningdek, seminarda mamlakatimizda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ular uchun teng raqobat muhitini yaratish maqsadida 2026-yildan soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar hamda yashirin iqtisodiyotning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida atroflicha tushuntirishlar berildi. Seminarda qo'shilgan qiymat solig'ini qanday hisoblab chiqarish tartibi, qo'shilgan qiymat solig'i maxsus guvohnomasini qay tartibda berilishi, qanday hollarda guvohnoma olishi tartiblari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari aksiz soliq to'lovchilari haqida, aksiz solig'i qanday tartibda qo'llanishi, qanday soliq to'lovchilarga qo'llanishi to'g'risida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Elektron hisobvaraq fakturalarni qanday tartibda yaratilishi, qanday hisobga olinishi seminar ishtirokchilariga batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Seminar yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi mutaxassislaridan batafsil javob olishdi.